Balki ma'lumot berarsan, buyurtmachi aslida kimligi haqida. Bunday ma'lumotlarga qiziqmasliging kerak. Birinchidan bilganingning foydasi yo'q. Keyin esa kodeksga ko'ra buyurtmachi doim anonim bo'lishi kerak. Kodeksni qayta o'qib chiqishim kerak menimcha. Avval buyurtmani yetkazsang, seni qayta tayyorlovga jo'nataman. La'nat, lift ishlamayapti menimcha. Unaqada zinadan chiq. 12-qavatga chiqaman. Qo'lingdan kelsa teleport qil. O'tgan safargi portalni o'zi yetadi. Undan ko'ra zinadan chiqaman. Bu qism yana ham qiziqroq bo'ladi deb o'ylagandim. Qiziq joyga keldik menimcha. Kimdir pastdan chiqibdi. La'nati, bu ishlar bekorga emas. Kimdir seni ovlamoqchi. Yashirib uni kuzat. Jin ursin. Nega hamma joy yorug'? Yana anomaliyamikin? Menimcha u meni sezmadi. Alohidamisan, u meni topdi. Tezroq liftga yugur, uni ishga tushiraman. Shuni boshda qilsang bo'lmasmidi? Vazifani boshqa birovga topshir, men dam olaman. Bu vazifa senga yuklatilingan. O'zing ham yaxshi bilasan, uddalay olmasang nima bo'lishini. Ha, mayli. Nima u? Ha, Pravo ilovasi. Bu orqali yo'l harakati qoidalarini o'rganib olsang bo'ladi. Sen ham yuklab ol. Xullas, juda qulay va App Store yoki Play Marketdan yuklab olsang ham bo'ladi. Nega o'zing bunday tutyapsan? Sen ferqa emassan. Men ferqaman. Aldaysan Sardor. Nimaga birovni olganim yo'qmi?